Assalomu alaykum qadrbalan qadrdonlar. Xudo xolasa Farg'ona viloyat Tashlaq tumanidamiz akalar. Egizak qo'ylarimiz akalar. Xudo xolasa 16 ta soliq, 16 ta qo'chqor akalar. Enalarini soni 8 ta, bolalari 16 ta akalar. Hammasi ikkitadan tuqqan jonivorlar. Qo'zilari akalar 8 ta qo'chqor, 8 ta soliq jonivorlar. Bitta qo'chqor, bitta soliqdan bola bergan. Xudo xolasa akalar hammasini bir joyga olaman deb qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, kelishtirib beriladi jonivorlarni. Yoshlarini ham ko'rsatib o'tib ketdi. Tishlar ochinchi jonivorlar akalar. Chol qora qo'ylarimiz egizachilari bular akalar. Shu yosh xollaganingiz bu. Operadan chiqqanini shu jonivorlar. Temirxon to'sib turing. Akalar mana yoshlari 4 yoshdan 5 yoshga o'tayotgan 3-tug'ish qo'yimiz. Narigisini ham shu. Qani tishim? Akalar qo'ylarimiz 5 yosh, 6 yoshli qo'ylar. Xudo xolasa 2-3 tug'ish qo'ylar akalar. Bolalari bitta qo'chqor, bitta soliq, chol qora oqtargan akalarimizga toza chol qora qo'ylar. Hammasi ikkitadan tuqqan akalar. Qo'yg'i, suyug'i hammasini bir joyga olamizsalarni akalar 8,5 milliondan Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. Qo'ylarimiz suvayli, vesavoy, egizak qo'ylar akalar. Ko'rib olaverasizlar. Bolalari ham katta bo'lib qolgan mana. Bitta qo'chqor, bitta soliq bolalar akalar. Jonivorlar. Hammasini ko'paytirish niyatida bitta olib boqaman deganga Xudo xolasa qo'y nihoyatda ko'payib ketadigan qo'ylar akalar. Ishqibozchilik, egizak oqtar ekan akalarimizga. Akalar iloji boricha layklarda ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Birinchilardan bo'lib ko'rishlik nasib qiladi akalar. Xudo xolasa endi bulardan keyin akalar qo'ylarimizni bo'yiga keladigan bo'lsak, bo'ylari 85 plyusga olaverasizlar. Endi ichida 85 dan balatlari bor mana chol qoralar ichida-yu. 85 plyusga olsalaring bo'laveradi hammasini. Jonivorlar. Akalar iloji boricha layklarda ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib ko'rishlik nasib qiladi. 8 ta ena, 16 ta qo'zi akalar. Hammasini bir joyga olsalaring, qo'yg'i, suyug'i 8,5 dan Samarqandgacha dastlabkamiz bor akalar. Endi akalar arashanni bolaliklaridan qo'yib o'tib ketamiz. Ikkinchi partiyamizga arashan qo'yamiz akalar. Olib chiqavering ularni, arashanlar. Akalar arashan ena bolalarimiz, bolalari ikkosiniki ham qo'chqor akalar, jonivorlar. Elitni arashan so'raganlarga mana quloqlarini ham olib o'lchab o'tib ketamiz jonivorlarda, bo'ylari, quloqlari. Xudo xolasa kelishgan narsalar akalar. Ikkosi ham juda ariq holatda jonivorlar. Buniki qo'chqor akalar mana buniki ham. Qo'chqor tushgan. Buniki ham qo'chqor tushgan akalar. Buni soriga qo'yib qo'ygan ekan, sori tushgan ekan akalar. Narigina arashanimiz bolasi ham qo'chqor, buniki ham. Bitta bo'ylarini ko'rsataylik yoshlari bilan Muhammad Mustafa. Mana shu ariq holatini ko'rsataylik akalar. Buniki ham qo'chqor akalar, bolasi. Kalla quloqlari hamma yo'g'i joyida akalar. Bo'ylariga keladigan bo'lsa akalar. Bo'ylari jonivor 85 plyusga olaverasizlar, ariq holatda jonivor. Ko'rib turibsizlar. Tishini ochinchi. Yoshlari ham akalar 4 yosh. Endi 5 yoshga o'tyapti ekan. Kalla qulog'iga olsalar ham ag'ini o'zlarini to'g'rilab olaverasizlar, semirtirib. Xudo xolasa ko'kraklari ham nihoyatda keng bo'lsa. Buni ham yoshlarni ko'raylik jonivor. Buni qulog'ini o'lchaydigan ekan akalar. Endi 2 yashardan 3 yasharga o'tyapti ekan. Birinchi bola ekan, jonivor. Havasga bola oladigan akalar, bolasi qo'chqor. Bo'ylari akalar. Bo'ylari rasa 85 ga olsalar ham bo'laveradi, 85. Junni bosganimizda ham 85 chiqyapti akalar mana. 85 plyusga olaverasizlar. Quloqlarini ham ko'raylik. Akalar quloqlari xudo xolasa 20 yu yarim mana. 20 dan
yarim santimetr akalar. 20 dan jinday oshiq quloqlari. O'zi xudo xolasa kalla quloqlari ham kelishgan narsa ekan akalar. Akalar xudo xolasa bunisini $1000 qilib beramiz akalar. Narigisini $500 qilib beramiz. Qo'lga tegadigan narxlar akalar. Mana. Bunisi $500 akalar, bunisi $1000. Xudo xolasa bemalol telefon qilib chiqaverasizlar akalar. Iloji boricha layklarni ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Birinchilardan bo'lib ko'rishni nasib qiladi akalar. Qo'chqorni olib chiqing endi jonivor. 3-partiyamizga akalar qo'chqorimiz bor. Uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bixariskilar olib chiqinglar aytmoqchilik. 3 ta bolasi bor, to'qli birinchi qochganlar. 3 ta 1 yil 3 ta 1 yil 2 ta tug'adigan bixariskilardan qo'yamiz. Akalar bixariski yoqtirgan akalarimizga birinchi tug'ish bitta qo'chqor, 3 ta sog'liq akalar. Mana uchala sog'liq, bitta qo'ydi bolasi. Bugun enasini sotib oldik, janovorni enasini 2 ta. Xullas 1 yilda 6 ta bo'lgan qo'y ekan. Mana shu qo'zilarimiz bahorda tug'ilgan, xudo xolasa endi yoshiga to'laman deb qo'ygan. Xudo xolasa qo'chqor qo'shilgan akalar. Uchovsi ham hali tish buzmagan, to'qli holatda. Tishlarni ko'rsatib bering. Mana unisi qo'chqor akalar. Boshqa qonni olganmiz. Ularga qo'shgan olganmiz akalar. 1 yil shu birinchisida mana akalar qo'zi hali janovorlar. Shu birinchisiga bo'g'oz bular akalar. Uchovsi ham bitta qo'ydi bolasi, uchalasi. Mana qo'chqorni boshqa yerdan olib kelganimiz, qonga qo'shgani. Bu ham o'sha bixariskilardan qo'chqor akalar. Mana, bu ham qo'zi. Xudo xolasa yoshiga to'lgan, uchalasi ham to'qli. Qo'chqorni olib keling. Qo'chqorni olib keling. Qani? Qo'chqorni ham tishini ko'rsatib bering. Mana akalar. Bu ham o'sha mana yoshiga to'lib kelib tish buzishga o'tgan akalar. O'sha bixariski janovorlardan akalar. Xullas 3 ta bo'g'oz, bitta qo'chqori bilan akalar. Mana shu uchovsi bitta qo'ydi bolasi akalar. 1 yil 2 ta, 1 yil 3 ta tug'adigan qo'ylardan. Xullas qo'y suyug'i akalar Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz akalar. Qo'y suyug'i $350 dan qilib beramiz. Picha xayri bor. Telefon qilib chiqaverasizlar, xudo xolasa kelishtirib beriladi akalar. Xayrini qilib beramiz. Bixariskiga qiziqqan, masalan 1 yilda 2 marta bola berar ekan, mana shu qo'ylarning enalari. Shu 1 yilda 6 ta bo'ldi enasi bilan. 3 ta bolasini ajratib oldik, 3 bolasi qochibdi janovorlar. Bemalol telefon qilib chiqaverasizlar akalar. $350 dan to'rovsini bir joyga Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. Nima bo'lsa akalar telefon qilib chiqaverasizlar, picha xayrini ham qilib beramiz. Iloji boricha akalar layklarni ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Birinchilardan bo'lib ko'rishni nasib qiladi. Bitta bo'ylarini ham ko'rib beringlar bu janovorlar. Qiziqishga. Akalar mana bo'ylari, ko'kraklari, kengligi janovorlar. Mana parodaligi bilinib turadi bularni. Akalar bularni bo'ylarini 80 ga olaverasizlar. 75-80 ga olaverasizlar to'qlilarni akalar. 75 dan balandga olaverasizlar. Eng kami 75 chiqaveradi janovorlar. Bo'ldi, bular kirg'izinglarni katta qo'chqorni olib chiqamiz, 4-partiya. Akalar iloji boricha layklarni ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Akalar urug'qa arashan qo'chqor so'rayotganlarga mana janavor dumbalarini ham ko'rib turibsizlar. Yoshiga to'lgan janavor. Bitta yoshlarni ham ko'rsatib bering janavor. Akalar mana endi 2 yashardan 4 yoshga o'tyapti akalar janavor. Bitta tish sinibdi, bitta tish endi chiqyaptimi? Akalar xullas 4 yoshga olaverasizlar, 4 yoshga endi o'tyapti janavor. Xudo xolasa bo'ylarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Sal to'g'rilang yog'ini. Yotib olyapti. Xo'p, qimillatmang, mashina yush. Akalar bo'ylari xudo xolasa. Biz rasa bosganimizda akalar 95 ga olaverasizlar bo'yini. 95 ga berilaveradi akalar. Bo'ylari 95,
Narxlarga keladigan bo'lsak, akalar 700 dollarga Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. Uruqqa so'rayotgan akalarimiz mana akalar. Dumbalar hamma yo'q joyida janovorni. Mashalloh. Baqa haydinchi. Canavori. Bo'ldi.